Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarim. Yo'qotilgan sog'liqni izlab rukni asosida ishlayotgan serial roliklarimizda davomi. Bugungi mavzuyimiz ham tabobatga bag'ishlanadi. Bugun oldingi o'tgan roliklarimizda sizlarga gapirib bergan unsurlar, mizojlar hamda xiltlarni o'zaro bir-biriga bog'laymiz. Aynan bugungi roligimiz mavzusi ham unsur, mizoj, xilt zanjiri deb nomlanadi. O'zingizga ma'lum, mana sharh tabobatida ham xususan mana shu Abul ibn Sino bobokalonimiz ta'limotida inson sog'lig'i 3 bosqichli tabiiy zanjir orqali tushuntiriladi. Ya'ni aynan o'sha unsur, mizoj hamda xilt. Bu zanjir tananing tuzilishi, funksiyasi va kasallik sabablarini aniqlashda bizga yordam beradi. Birinchi bosqich unsurlar, ya'ni asos. Borliq va inson tanasi 4 unsur, 4 moddadan hosil bo'lgan deb o'rganiladi tabobatda. Shulardan birinchi unsur bizda havo, sifati issiq namidi. İkincisi olov, sifati issiq qurug'idir. Uchinchisi suv, sifati sovuq namidi va to'rtinchisi tuproq, sifati sovuq qurug'idir. Unsurlar tabobatni, ya'ni inson yaralishining va atrof muhitning moddiy borliq poydevori hisoblanadi. Moddiy poydevor. Bular hali o'zaro qo'shilmadi va hali hayotlik belgisi yo'q. Unsurlar deganda siz hayotlik belgisini tushunmaysiz. Mana shu 4 ta moddani tushunasiz. Ikkinchi bosqich sifat. Unsurlar o'zaro qo'shilganda mizoj hosil bo'ladi. Ana endi unsurlar o'zaro qo'shiladi hamda mizoj hosil bo'ladi. Ammo bu sifatdagi bundagi sifatlar ham aynan mana shu unsurlarga o'xshash bo'ladi. Ya'ni bizda birinchi mizoj qon, ya'ni damaviy mizoj. Sifati issiq nam. Unsurda bizda havo issiq namidir. Ikkinchisi safraviy. Sifati issiq quruq. Bizda olov issiq quruq. Uchinchisi balg'amiy. Sovuq nam sifati. Esingizda bo'lsa unsurlarda suv aynan shu sifatga ega edi. To'rtinchisi savdoviy. Sifati esa sovuq quruq. Unsurlarda tuproq shu sifatga ega edi. Mizoj inson tanasidagi issiq, sovuq va nam quruqlikning muvozanatiga mizoj deb nomlanadi. Endi uchinchi bosqichimiz bor. Uchinchi bosqichimiz xiltlar. Ya'ni inson tanasidagi va borliq nabodat va jonzotlar tanasidagi 4 ta biologik suyuqlik hisoblanadi. Mizoj asosida tanada 4 xil xilt hosil bo'ladi. Birinchi xilt qon, damaviy, dam deyiladi. Sifati issiq nam. Bizda aynan damaviy mijozlar issiq nam bo'lardi, unsurlarda havo issiq nam bo'lardi. Ikkinchisi safra. Sifati issiq quruq. Mizojlarda safraviy bo'lardi, issiq quruq. Unsurlarda olov bo'lardi, issiq quruq. Endi uchinchisi balg'am. Balg'am xilti. Sifati sovuq nam. Mizojlarda balg'amiy bo'lardi, sifati sovuq nam va unsurlarda suv bo'lardi, sifati sovuq nam bo'lardi. To'rtinchisi savdo. Sovuq quruq. Mizojlarni eslasangiz, savdaviylar sovuq quruq bo'lardi.
unsurlarda tuproq, sovuq quruq bo'ladi. Xilt bevosita fiziologik muhit. Kasalliklar shu yerda boshlanadi. Va aynan mana shu xiltlarni muvozanati bilan davolanadi. Agar zanjirni to'liq qilamiz desak, birinchi unsurlar, moddalar, ikkinchisi mizojlar, sifatlar, uchinchisi xiltlar, biologik suyuqliklar, undan keyin a'zo faoliyati, sog'liq yoki kasallik haqida ma'lumotlar o'rganiladi. Tabobatning oltin qoidasi bor. Unsur buzilsa, mizoj o'zgaradi. Mizoj buzilsa, xilt buziladi. Xilt buzilsa, kasallik paydo bo'ladi. Davolash har doim xiltni to'g'irlashdan boshlanadi. Ammo uni ovqatlanishi unsurga taqaladi. Hayot tarzi mizoj bo'ladi. Dorivor o'simliklar, xilt hammasi birgalikda qo'llaniladi. Demak, bu roligimizdagi gapirib o'tgan mavzulardan oladigan xulosamiz shuki, unsur sabab, mizoj holat, xilt esa natija. Roliklarimizni tomosha qilishda davom eting. Albatta like bosib qo'llab-quvvatlang. Sababi keyingi bu rolikni siz bitta laykingiz orqali qanchadan qancha ko'proq odam kuzatadi. Obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Izohlarda Telegram kanal hamda oldingi roliklarimiz albatta tashlab qo'yganmiz, kirib tomosha qiling. Bundan keyingi beradigan ma'lumotlarimiz juda ham qiziq bo'ladi. Qanday savol sizda tug'ilsa, albatta mana shu Telegram kanalda yoki mana shu kommentariyada savollarni bering, biz albatta javob beramiz. Va keyingi roliklarda uchrashguncha xayr, sog' va salomat bo'linglar.